Bugun qanaqa sana? Siz bilasizmi? 9-aprel. Amir Temur tug'ilgan kun. Darhaqiqat bugun buyuk sarkarda sohibqiron Amir Temur tavalludining 690 yilligi. Shu munosabat bilan Toshkent metropoliteni Yoshlar ishlari agentligi va Iqtisodiyot universiteti hamkorligida tadbir tashkil etildi. Xuddi o'zimni tarixga tushib qolgandek his qildim. Ko'rganingizda qanaqa his uyg'otdi? Voy, kechirasiz? Hayratlandim, birinchi o'rinda qiziq bo'ldi. O'sha Amir Temur tug'ilgan kunlari munosabati bilan juda chiroyli. Diqqat bilan kuzatib turibsiz. Nimalarni o'ylab qoldingiz? Bunday ota bo'lamiz, shunday Amir Temur avlodidan faxrlanamiz. Yoshlar mana jahon chempionatiga chiqyapmiz. Mana bokschilarimiz Amir Temur avlodlari hammasi borib butun dunyoni zabt etib kelyapti. Chunki biz ularga munosib avlod bo'lishimiz shart. Bizga o'xshagan yoshlarni misol uchun ancha kuch bag'ishlaydi, ishtiyoq ochdi. Amir Temur bekatidan boshlab universitetimizgacha, ya'ni Toshkent davlat iqtisodiyot universitetigacha davom etadi. Ko'chalarda yuramiz va butun xalqimiz, yoshlarimiz bemalol shu heshtiklar ostida rasmga tushishlar imkoniyatiga ega. Kun davomida yurasizlar. Kun davomida metro bekatlarida, qolaversa o'sha xalqimizga hujum bo'ladigan joylarda yuribmiz va buni barchasi xalqimiz, yoshlarimiz, yoshu kattalarimiz ham juda ham ijobiy qabul qilishadi. Biz bundan juda ham xursandmiz. Amir Temur hayotda ham shunaqa baland bo'lganmi? Yo savlatlari bosib o'zimni kichkina his qilyapmanmi? Zo'r. Sana munosabati bilan Toshkent metropolitenida buyuk boboqarorlarimiz siymosi aks ettirilgan maxsus vagonlar yo'nalishga chiqarildi. Ulardan birinchi surat sohibqiron Amir Temurga tegishli. Bundan ko'zlangan maqsad yo'lovchilarimizni va yoshlarimizni tarixga o'qitish, yana ham bilimlarni oshirish, ma'naviy, ma'rifiy, mafkuraviy bilimlarni oshirish. Har bitta tushirilgan suratning oldida QR kodlar joylashgan. Bundan yo'lovchilarimiz bepulga mutolaa, ibrat, ustoz ayollar 10 mingdan ziyod kitoblar kiritilgan. O'shandan o'z bilimlarini oshirishlari mumkin. Hammasi bepul. Bundan tashqari 50 ta bekatimizga kitob burchaklari tashkil qilingan. Yo'lovchilarimiz u kitoblarni olib o'zlaridan olib ketib o'qib, yana joylariga qo'yib ketishlari mumkin. Maxsus poyezdimizda bundan tashqari Chilonzor yo'nalishida va O'zbekiston, Yunusobod yo'nalishlariga bu poyezdimizda yurg'iziladi. Kuch adolatda xuddi mana shunday shiorni olg'a surgan ajdodlarimizga munosib bo'lmog'imiz lozim. Mana qilishingiz. Og'ir ekan, rahmat.